sokinlik istagan ko'ngillar uchun. Sakina. Yoshim 25 da. Uylanish vaqti ham keldi. Kunlarning birida onam shu haqda gap ochdi. Men soliha qiz bo'lsa bo'ldi, u yog'i bir gap bo'lar deya o'ylardim. Qarindoshlarimizdan birining aytishicha, qo'shnilari juda ham dindor ekan. Qizni ota-onasidan ham dindorroq ekanini eshitib quvondim. Onamga mayli, boraylik, gaplashib ko'raylik dedim. Oldin ota-onasi bilan gaplashdim. To'g'rirog'i men gapirmadim. Tinimsiz ular gapirdi. Men esa eshitdim. Hayron qolganimdan hech narsa deya olmadim. Qiz bazmiga eng oldi san'atkorlari chaqirilar ekan. To'yda ham xuddi shunaqa bo'lar ekan. Uyga eng qimmat mebellar olinar ekan. Mashina ham eng so'nggi model bo'lishi kerak ekan. Chunki qo'shnilarning kuyovi kuni kecha yangi mashina olibdi. Oyi, turing ketdik deyishga uyaldim. Qizimiz bilan gaplashib ko'rgin deyishdi. Islom shartlariga ko'ra ko'rishdik qiz bilan. 15 xil taqinchoq, eng go'zal kelinchak libosi, eng katta to'yxona. Nima deyishni ham bilmay qoldim. Men soliha bir qiz istayman xolos. Uning istaklarining esa oxiri ko'rinmaydi. Sekin yonimdagi ko'zguga qarab o'zimni kuzatdim. Ustimda tijoratchi ko'rinishini beradigan hech narsa yo'q. Qiz 25 daqiqa gapirdi. Nihoyat navbat menga keldi. Siz nimalarni xohlaysiz deb so'radi qiz. Tezroq turib ketishni xohlardim. Kelganimizga 1 soat bo'lganiga qaramasdan, mol dunyoga bunchalik mehr qo'yganlar bilan birga o'tirishdan ancha bezovta bo'ldim. Qiz yana bir marta siz nimalarni xohlaysiz deb so'radi. Alloh xayrlisini nasib qilsin dedim va o'rnimdan turdim. Yo'lda ketayotganimizda telefon jiringladi. Tog'am ekan. Qo'shnisi Farhod amakimning qizi bor ekan. Farhod amaki juda yaxshi odam. Uni yoshligimdan bilaman. Bo'pti dedim tog'amga. Boramiz. Yo'l tadorigini ko'rib, onam bilan Farhod amakimnikiga yo'l oldik. 15 daqiqalarda yetib bordik. Gurungimiz yoshlik davrimizdan boshlanib, meni maqtay boshlashdi. Uyalganimdan qizarib yer yorilmadi-yu, yerga kirmadim. Farhod amaki, o'g'lim, men seni yaxshi ko'raman. Maqsadim Allohning izni bilan yoshlarni baxtli qilish dedi va orzu-havaslarni ayta boshladi. Shunchalar ko'p ediki bu orzu-havaslar mening uyqum kela boshladi. Gapining oxirida o'g'lim qimorda katta pulga tushgan. Shu pulni uzmasdan to'y bo'lmaydi dedi. Buni eshitib, ustimdan sovuq suv quyganday bo'ldi. Hayron qoldim. Uzoq vaqt yerdan ko'zimni uza olmadim. Farhod amakim qizi bilan gaplashib ko'rishimga taklif qildi. Qiz bilan bir xonada o'tirib gaplashdik. Bu qiz ham oldin ko'rishganim qizga o'xshab nima bo'lsa hammasini xohlardi. Gapini jiringlagan telefon bo'ldi. Gaplashib telefonni qo'ydi. Yana jiringladi. Gaplashib yana qo'ydi. Keyin yana. Chiday olmay telefon qilayotgan kim deb so'radim. Sobiq unashtirilgan yigit ekan. Orani ochiq qilganlariga 10 kun bo'libdi. Sababini so'radim. Bir yigit bilan choy ichib o'tirganini ko'rib qolibdi. Keyin janjallashib qolishibdi. Oxiri orani ochiq qiladigan bo'lishibdi. Kim bilan choy ichib o'tirgan eding? Ishxonasidagi mijozlardan biri ekan. Demak, oldin ishlarding. Ha, men massajchiman dedi. Bunisi endi o'lganning ustiga tepganday bo'ldi. 5 daqiqa ichida men bilmaydigan shuncha gap chiqdi. Turmushga chiqishidan maqsadini so'radim. Unashtirilgan yigiti juda bezor qilib yuborgan ekan. Shunga yangi hayot, yangi havo istayotgan ekan. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, almashuvga ehtiyoji bor ekan. Men faqat soliha bir qiz istardim xolos. Mehmondorchilik yakuniga yetib, uyga ketdik. Keyin eshitishimcha, Farhod amakim orqamdan har xil gaplarni gapiribdi. Kulib, bir kun yomonlasa, bir kun maqtar deb qo'ydim ichimdan. Uylanish degan o'ydan butunlay voz kechish niyatida edim. Bir necha hafta hech qayerga bormadim. Kechqurunlari balkonda o'tirib, toza havoda kitob o'qirdim. Ro'paramizdagi qo'shnimiz kechasi ishlagani uchun kech soat 9 da uydan chiqardi.
10 yashar bolasi orqasidan yig'lab qolar, opasi esa uni chalg'itish uchun balkonga chiqarib o'ynatar, imkoni bo'ldi deguncha men bilan gaplashishga harakat qilardi. Bu hol tez-tez takrorlanavergach, siqila boshladim to'g'risi. Bir kuni Qiyomat va oxirat kitobini qo'limga olib, balkonga chiqdim. Meni ko'rgan qo'shnimizning qizi ham balkonga chiqdi va bir narsalarni gapira boshladi. Har kuni kechqurun qanaqa kitoblar o'qiysan? Nihoyat men kutgan fursat keldi. Xohlasang, senga ham beraman kitob. Mayli. Bismillah deb qo'shni qizga kitobni uzatdim. Uyingga kirib, kitobni o'qishni boshla. Kitobni o'qishni boshladi shekilli, qaytib balkonga chiqmaydigan bo'ldi. Men uylanish fikridan qaytgan, umr yo'ldoshi topish menga juda uzoqdagi ishday ko'rinardi. Oradan oylar o'tdi. Bu vaqt ichida onam bilan birga bir nechta qizni ko'rdik. Ammo afsuski, hech narsa o'zgarmadi. Seshanba kuni edi. Shu kuni 2 rakat namoz o'qib yotdim. Ajoyib bir tush ko'rdim. Bu tushni kimgadir aytib berishim kerak edi. Shu kecha balkonda to'lin oyni kuzatib o'tirar ekanman. Telefonim jiringladi. To'lin oyga tikilgan ko'zlarimni undan uzmay, kim telefon qilayotganiga ham e'tibor bermay javob berdim qo'ng'iroqqa. Go'shakning narigi tomonidan kelayotgan ovoz tanish edi. Ammo o'sha kundan keyin hayotimning o'zgarishini hali o'zim bilmas edim. Telefon qilayotgan yaqin do'stim Ali edi. Nima qilishini bilmay turgan Ali menga biror joyga borib o'tirishni taklif qildi. Uyimiz yaqinidagi choyxonada ko'rishadigan bo'ldik. Tahorat olib, choyxonaga bordim. Gap bolalikni eslashdan boshlanib, unga tushimni aytib bermoqchi ekanligimni aytdim. Qishloqning tuproqli yo'lida ketayapman. Qo'limda qilich, atrofimda ilonlar to'dasi. Ular boshlarini 1 metrga qadar ko'targan. Hammasi menga tashlanish uchun payt poylayapti. Men o'zimni qilich bilan himoya qilyapman. Yaqinimga kelgan ilonlarni qilich bilan o'ldirib, oldinga qarab ketayapman. Oldinda bitta suxlab yotgan edi. Notanish bir ovoz eshitildi, ammo atrofda hech kim yo'q. Uxlab yotgan odamga qaradim. Ovoz uxlab yotgan kishi Musab ibn Umayrdir dedi. Keyin oldinda ketayotgan 2 kishiga ko'zim tushdi. Biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam edi. Narigisini tanimadim. Ali tushimni ta'birlay boshladi. Dushmanlaring yengilib, yaxshi natijalarga erishasan dedi. Gap aylanib, yana uylanish masalasiga keldi. Bo'lib o'tgan voqealarni aytib berdim. Bu mening dardim edi. Mening ayolim mol dunyoga bog'langan bo'lmasligi, faqat boylik uchun yashamasligi kerak edi. Ali gaplarimni oxirigacha eshitdi. Uydan chiqayotganimda onam qo'shni mahallada bir qiz borligini, sen bilan uchrashtirish niyatida ekanligini aytdi. Yo'q Ali, men hech kim bilan uchrashishni istamayman. Qiz ham xohlab turgani yo'q aslida. Nimaga? U ham bir nechta yigit bilan uchrashibdi. Turmushga chiqishga unchalik ro'yxushlik bermayapti. Alining onasi men uchrashib ko'rishni iltimos qilgach yo'q demabdi. Bo'pti, bunaqada ertaga boramiz deb kelishdik. Ajabo, tushim o'ngidan kelyaptimi? Shu paytgacha sabr qildim. Yo'limda uchragan to'siqlarni Alloh taoloning izni ila oshib o'tdim. Uyga kelib bor gapni onamga aytdim. Ertasi kuni boradigan bo'ldik. Nimagadir juda ham hayajonda edim. Ertalab turib kiyindim. Hayajonim bosilmagan. Uyning ichida dam u yoqqa borib kelardim. Birinchi marotaba bunaqa hayajonli bo'lishim. Peshin namozini o'qib, onam bilan yo'lga otlandik. Ali bizni qizning uyiga olib bordi. Eshikni taqillatdim. Otasi ochib, bizni ichkariga taklif qildi. Biroz suhbatdan keyin gap asosiy mavzuga keldi. Mening aytadigan gapim yo'q dedi qizning otasi. Bu masala bo'yicha sen qizim bilan gaplash. To'g'risi hayron qoldim. Chunki bunday holatga ilk marta duch kelishim edi. Ilk marotaba gap boylik haqida ketmayapti. Qiz bilan ko'rishish uchun bir xonaga olib kirishdi. Qo'llarimni stolning ustiga qo'yib, kursiga o'tirdim. Qo'limda terlab ketgan kaftlarimni artish uchun dastro'mol. Xonaga yuzlari nurday porlab turgan qiz kirdi. O'tirib gapira boshladi. Boshqa qizlarga o'xshab
Gapni taqinchoq, kelinchak libosidan boshlamadi. Birinchi savoli namozdan bo'ldi. Mendan namoz o'qiysizmi deb emas, namozni necha daqiqada o'qiysiz? Masalan, peshin namozini necha daqiqada o'qiysiz deb so'radi. Taxminan 15 daqiqada. Qancha pul jamg'argansiz? Bu savoldan keyin obbo, oldingi qizlarga o'xshab gapni yana shunga olib keldi deb o'yladim ichimda. $2,500 pulim bor. Pulingizning zakotini beryapsizmi? Xayolimga kelgan noto'g'ri fikrdan uyaldim. Ha, beraman. Sizdan oldin 3 yigit bilan ko'rishdim. Hammasi boy edi. Ishongan yagona narsalari pul edi. Hamma gaplari pulga, boylikka borib taqalardi. Dinga oid hech qanaqa bilim yo'q. Namoz ham o'qimas edilar. Sizga ilk savolim namozdan bo'ldi. Chunki namozni to'g'ri va xushu ichida o'qigan odamdan yomonlik kelmaydi. Undaylar oilasi haqqini ko'zlaydi va adolatsizlik qila olmaydi. Hamma uchun eng yaxshisini, eng go'zalini xohlaydi. Hech kimni past ko'rmaydi va zulm qilmaydi. Bunday insonni butun maxluqot yaxshi ko'radi. Maxluqotlar yaxshi ko'rganni esa Alloh taolo yaxshi ko'radi. Alloh taolo sevgan banda esa maqbul qilingan bandadir. Keyin zakotni so'radim, chunki u pulda kambag'al, faqirlarning haqqi bor. Faqirlarning haqqini hurmat qilmagan ayolining haqqini ham hurmat qilmaydi. Unday odamdan Alloh taolo qanday qilib rozi bo'lsin? Naqadar haq gaplar. Uning gaplari meni juda quvontirdi. Dunyoviy hech narsa istamayman dedi. Yon tomondagi kitob javonidan o'qigan kitoblarini ko'rsatdi. To'g'risi, ko'rib quvonchim yanada ortdi. Chunki u ham men o'qigan ahli sunnat olimlarining kitoblarini o'qirkan. Qizarib, terga botib ketdim. Qo'limdagi dasturmol ham nam bo'lib ketdi. So'raydigan hech narsa qolmadi. Chunki u hamma narsani men so'ramasimdan aytib bergan edi. Oxirida onam bilan gaplashishni istadi. Men tashqariga chiqish uchun o'rnimdan turganimda dasturmol qo'limdan tushib ketdi. Yerga ko'z yugurtirdim-u, topa olmay chiqib ketdim. Onam bilan 10 daqiqa gaplashdi ichkarida. Onam chiqqach, ruxsat so'rab ketdik. Ikkala taraf ham juda mamnun edi. Onamdan nima haqida gaplashganlarini so'radim. Onamga qanday munosabatda bo'lishimni, oilamdagilar bilan munosabatim qanday ekanligini so'rabdi. Chunki ota-onasi rozi bo'lmagan avloddan Alloh taolo ham rozi bo'lmaydi. Uyga borib, dadam bilan gaplashdik. Dadam ham juda xursand bo'ldi. Tahorat olib, xonamda 2 rakat namoz o'qidim. Keyin xayolimga bir necha kun oldin ko'rganim tush keldi. Qo'limdagi sabr qilichi bilan to'siqlarni oshib o'tish nasib qilgan va natijaga erishgan edim. Shu kundan e'tiboran to'y tayyorgarligini boshladik. Fotiha bo'lib unashtirildik. Ammo to'y masalasida biroz kelishmovchiliklar bo'ldi. Qarindosh tomon to'yni xonanda yu sozandalar bilan o'tkazish kerakligini aytar, men esa diniy tomondan bunday qilish mumkin emasligini tushuntirishga harakat qilardim. Mening xarakterim yumshagan sayin ular ustimga chiqa boshlashdi. To'y sozandalar bilan bo'lishi kerak ekan ularga ko'ra. Janoza uyiga o'xshatib duo o'qilib, mavlid o'qilmas ekan. Nima qilishimni bilmay qoldim. Bir necha marta nomaqbul ekanligini aytsam ham, ularga buni qabul qildira olmasdim. Bir kuni kechqurun uyda qarindoshlar bilan yig'ilib, bu masalani yana gaplashdik. Sizlarning aytganlaringizni qilaman. Faqat bir shartim bor dedim. Hammasi hayron bo'lib, menga qarab nima deyishimni kutib turardi. O'lganimda men bilan birga qabrga kiradigan bor bo'lsa va mening o'rnimga javob berishni istovchilar bo'lsa, qabul qilaman dedim. Hech kim yuzimga qaramasdi. Ochig'i, bu harakatlardan uyalishgan edi. Bu masala shu tariqa yopildi. Xudo tomon bilan gaplashib, belgilangan payshanba kuni bozorga oldi-berdiga chiqdik. Qiz mening yonimda xuddi qulday turardi. Men nimani ko'rsatsam bo'ladi, menga yoqdi derdi. Nahotki inson shunchalik mutavozi, shunchalik nozik qalbli bo'la oladi. Uning bu holatini ko'rib, eng sifatli, eng go'zal kiyimlarni olardim. Uni baxtli qilish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilishga urinardim. Uyni ham bezatdik, to'y kuni ham keldi. Hayajondan
qo'l oyog'im o'zimga bo'ysunmasdi. To'y ham xuddi men istaganday bo'ldi. Turmushimizning ilk yillari boshqalarniki kabi janjal va kelishmovchilik bilan o'tmas edi. Bir islom atrofida birlashgan edik. Hech bir muammo yo'q edi. Ayolimning aqliga, go'zal axloqiga, doimo kulib turadigan yuziga hayron edim. Vaqt usiz o'tmas edi. Ishda paytimda imkon bo'lishi bilan telefon qilar, ovozini eshitib juda xursand bo'lardim. Uning gapirishida menga huzur bag'ishlaydigan bir ta'sir bor edi. Buni qanday eplashni hech tushunmas edim. Uyda meni har doim jilmayib kutib olar, bunday paytda butun charchog'im chiqib ketardi. Ovqat pishirayotganida yordam berardim. Siz o'tiring, dam oling, charchagansiz derdi. Men kirib dam olardim. Nimani xohlasa muhayyo qilish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilardim. Mendan bir narsa so'rasin deb ko'zlarining ichiga qarardim. Ba'zan mashinada aylanishga chiqardik. Juda quvonardi. Bir kun mashinada aylanib kelish uchun chiqdik. Menga qaradi. Sabr juda ham go'zal. Sabr insonni xuddi mana shu mashinaga o'xshab borishni istagan joyga olib boradi dedi. Nimaga bunday deganini hech ham tushunmadim. Ozgina aylanib uyga keldik. Bir necha kun oldin yotadigan xonamizning qulfi buzilgan edi. O'tgan kuni mahallamizda o'g'rilik bo'lgani uchun yotoqxonamizni qulflar edik. Bir haftadan beri ayolimning ko'ngli behuzur bo'lib, kechalari o'rnidan ko'p turayotgan edi. Uyqum juda yengil bo'lgani uchun men tez turardim. O'sha kecha ham ko'ngli behuzur bo'ldi shekilli, turganini sezib ko'zlarimni ochdim. Ammo ayolim uyg'onganimni bilmadi. Sekin eshikka qarab yurdi. Shu payt ko'zim oldida bir voqea sodir bo'ldi. Meni bezovta bo'lmasin deb qulflanib turgan eshikning kalitiga ham tegmadi. Bismillahirrohmanirrohim dedi va eshikni ochmasdan tashqariga chiqdi. Bu voqeani ko'rgach, yurak urishi tezlashib, ter bosa boshladi. Ko'zlarim eshikka tikilib qolgan edi. Yotoqxona derazasidan yuvinadigan xonaning chirog'i yonib turgani bilinib turardi. Yuz qo'lini yuvib, chiroqni o'chirdi. Men darrov o'zimni uxlab yotganga solib, o'rnimga yotdim. Ayolim eshikni ochmasdan xonaga kirdi. Yurak urishi yanada tezlashib ketgach, chiday olmasdan o'rnimdan turib o'tirdim. Ayolimning yuziga qaradim. Yuzi nur kabi porloq edi. Uyg'onganimni ko'rib, menga kulib qaradi. Nima qilishni, nima deyishni ham bilmadim. Bezovta qildimmi deb so'radi. Yo'q, hatto turganingni ham sezmabman deganimdan keyin jilmaydi va yotdi. Ishxonamda faqat shu haqda o'yladim. Bu qanday bo'lishi mumkin? Kechqurun uyga borganimda eshik qo'ng'irog'ini bosmay eshikni kalit bilan ochdim. Eshikni ochganimda ayolim ro'paramda turardi. Men ishdan kelganimda eshikni ochish uchun kutib turgan ekan. Salom berib ichkariga kirdim. Yuz qo'llarimni yuvib, dasturxon tuzadik, ovqatlandik. Nimaga parishonsiz? Bir narsa bo'ldimi deb so'radi. Javob bera olmadim. Qanday qilib so'rayman kechagi voqeani? Sizga bir narsa aytaman deb qo'limdan ushlab o'rnimdan turg'azdi. Ayt dedim. Men homiladorman dedi. U yog'ini eslay olmayman. Oyoqlarim bo'shashib, yiqilib qolibman. Yarim soatdan keyin o'zimga kelganimda ayolim bosh tomonimda o'tirardi. Yotgan joyimdan ayolimga qaraganimda uyalib yerga qaradi. Bu xabardan shunchalik sevingan edimki, buni tushuntirib bera olmayman. Endi ishdan uyga qaytayotganimda chaqaloq uchun kiyimlar ola boshladim. Kechalari ayolim bilan xayol surardik. Farzandimiz ma'lum bir yoshga yetganida qanaqa kitobni o'qish kerak, oldin namoz kitobidagi ma'lumotlarni o'rganish kerak. Undan keyin qaysi kitobni o'qisak ekan? Islom axloqi kitobinimi? Hammaga zarur bo'lgan iymon kitobinimi? Yo'q. Oldin xalifalar haqidagi kitobni o'qisin. Mening farzandim ahli sunnatni himoya qiladigan, uni yoyish uchun harakat qiladigan odam bo'lishi kerak. Uni shunday tarbiyalashimiz kerak. Har kuni kechqurun ma'lum bir vaqt ayolim bilan Imom Rabboniyning maktubotini o'qirdik. Bir kuni
kechqurun o'qib o'tirganimizda charchaganimdan ko'zlarim yumila boshlagach, ayolimdan ovozini chiqarib o'qishini iltimos qildim va ko'zlarimni yumdim. 212-maktubni o'qirdi. Bir payt ko'zlarimni ochsam, qo'lidagi kitob yopilgan. Ko'zlarim ochilganini ko'rib, darrov kitobni ochib unga qaradi. Tushundimki, u kitobni yod olgan va kitobga qaramasdan o'qiyapti. Maktub bitgach to'xtadi. Shu paytgacha maktubotni necha marta o'qiding? Bilmayman. Kitobni qancha vaqt o'qib olasan? Bir haftada. Tushundimki, ayolim ma'naviy darajalarga ko'tarilgan. Meni bezovta qilmaslik uchun eshikni ochmasdan chiqishi karomat edi. Shu kundan keyin ayolimga bo'lgan hurmatim yanada oshdi. Ayolim avliyo edi. Fiqh kitoblarini o'qiganimda tushunmaganlarimni ayolimdan so'rardim. Shunday tushuntirib berardiki, hayron qolmaslikning iloji yo'q. Qaysidir bir kichkina harakatning hikmatini tushunmasam, darrov so'rardim. U tushuntirib berar, falon kitobning faloncha sahifasida yozilgan derdi. U har qanday holatga sabr va shukr qilardi. Yonimda islomni hayotning ajralmas qismiga aylantirgan bir o'rnak bor edi. Shu tufayli Alloh taologa har qancha shukr qilsam oz bo'lardi. Ayolimning yana bir necha karomatini ko'rgach, sabrim chidamadi. Nima bo'lsa bo'lsin, gaplashaman dedim o'zimga o'zim. Har doimgiday ishdan keldim. Ovqatlandik, gaplashish uchun ayolimni yonimga chaqirdim. Oshib borayotgan hayajon bilan sekin-sekin gapira boshladim. Islomning eng kichik shartlariga rioya qilasan. Gapni uzoq cho'zmayman, deyishim bilan ayolim gapira boshladi. Sabr go'zal narsa. Sabr bilan birga shukr qilish undan ham go'zal. Odam har qanday holiga sabr va shukr qilsa, Alloh taolo unga undan ham yaxshilarni ato qiladi. Og'zimdan bir kalima chiqmas, ayolim ham gapini tugatgan edi. Shu kundan keyin unga munosabatlarimda yanada e'tiborliroq bo'la boshladim. Uning ko'nglini og'ritadigan har qanday holatdan uzoq turardim. Bir kuni onam qo'ng'iroq qilib, qo'shnimizning qizi turmushga chiqayotgani, to'yga meni ham taklif qilganini aytdi. Ayolim bilan birga bordik to'yga. Hamma narsa islomga xos shaklda. Erkaklar va ayollar alohida. To'ydagi islomga bo'lgan rioyani ko'rib, juda ham quvondim. Bir kuni kechqurun balkondan berganim Qiyomat va oxirat kitobi esimga tushdi. 10 daqiqadan keyin kichkina bola keldi. Turmushga chiqayotgan qizning ukasi. Dadasi ishga ketayotganida yig'lagan bola. Sizga bir gap bor dedi. Qulog'imga kitob uchun opasi mendan juda ham minnatdor bo'lganini aytdi. Uning bu holga kelishiga men sababchi bo'libman. Buni eshitib juda xursand bo'ldim. Ayolim homilador bo'lgani uchun to'yda uzoq qola olmadik. Oradan oylar o'tib, o'g'il farzandli bo'ldik. Hayotimizdan juda mamnun edik. Ayolim bilan har kuni kitob o'qishda davom etardik. Ayolimga ustozim derdim. U mening ustozim edi. Dunyo va oxiratdagi saodatim sababchisi edi u. Kechqurunlari bezovta bo'lmasin deb, o'g'lim yig'laganida uni olib boshqa xonaga chiqardim. Oradan 2 yil o'tib, o'g'limiz ulg'aydi. Ayolim har doim sabr va shukr qilishimni ta'kidlardi. Oradan vaqt o'tib, ayolim kasal bo'ldi. Ko'p vaqtimiz kasalxonada o'tardi. Ayolimning kasalligi kuchaygan, mening qo'limdan esa hech narsa kelmas edi. Bir kuni ishdan kelib, eshikni taqillatsam eshikni ochmadi. Ichkariga kirdim. Ichkaridan juda ham yoqimli hid kelardi. Ayolim yotardi. Oldiniga uxlab yotibdi deb o'yladi. Uyqusi uzoqqa cho'zilgach, borib turg'izmoqchi bo'lganimda vafot etganini tushundim. Hushimdan ketib yiqildim. Ko'zlarimdan yoshlar oqa boshladi. Onamga qo'ng'iroq qildim. Ayolimni ertasi kuni dafn qildik. Uyga kirganimda dimog'imga urilgan yoqimli hid endi uning qabridan kela boshlardi. Har safar uyga kirganimda o'sha hid kelar, to'g'risi yotoqxonaga kirishga juda qiynalardim. Faqat uni sog'inardim. Jondan aziz ayolim, ustozim vafot etgan edi. Har narsani u aytganday qilishga urinar,
sabrdan boshqa chora yo'q edi. Har doim uni o'ylardim. Bir necha oydan keyin yotoqxonamizga kirdim. Ko'zlarim to'lib yig'lay boshladim. Balkonga chiqib o'tirdim. Oy to'lan edi. Ali qo'ng'iroq qilgan o'sha kecha keldi xayolimga. O'sha kechada ham oy to'lan edi. Ko'zlarimdan yosh oqib tashqariga chiqdim. To'g'ri, ustozim, ayolimning qabriga qarab ketdim. Soatlab yig'ladim. Yoqimli hidni his eta boshladim yana. Orqadan birov yelkamga qo'lini qo'ydi. Qarasam, ayolim nurlar ichida turardi. Hayajondan hech narsa deya olmadim. Boshim aylanib, hushimdan ketib yiqildim. O'zimga kelganimda bomdod azoni o'qilardi. Turib atrofga qaradim. Ayolimni ko'rganimda sabr qil deganini esladim. Masjidga borib bomdod namozini o'qigandan keyin tashqariga chiqayotganimda cho'ntagimda nimadir borligini sezdim. Cho'ntagimda dastro'mol bor edi. Ayolimning uyida gaplashayotganimizda kaftimning ichidagi dastro'mol tushib qolgan. Topa olmagan edim o'shanda. Demak, topib uni saqlab qo'ygan. Dastro'molda menga notanish yoqimli hid bor edi. Bu haqiqatan bo'lgan voqeadir. Hikoyani yozgan odamning oxirgi jumlalari esa shunday. Bu voqealarni men dadamning kundaliklaridan olib yozdim. Hikoyada tilga olingan kishilar otam va onamdir. Ularning farzandi esa menman. Sabr va shukr insonni yuksaklarga ko'taradigan qanotlardir. Alloh taolo barchaga shunday turmush o'rtog'ini nasib qilsin. Qiymatli vaqtingizni ajratib eshitganingiz uchun katta rahmat. Bo'ydoq va uylangan birodarlarimizning bu qissadan hissa olishlariga ishonaman. Hikoyadagi soliha ayol ruhiga bir fotiha o'qib qo'yishingizni lutfan so'rab qolaman. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.